a'lo darajada. a'lo. Sizlarga ming rahmat. Mahsulotning natijasini ko'rish, mijozlarimizda ijobiy natijalarni ko'rish, albatta hatto shifokor uchun, mahsulotning ixtirochisi uchun bu ulkan baxt desa ham bo'ladi. Aka, yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Kech bo'lishiga qaramasdan, yo'q demasdan xonadoningizga mehmonga chaqirdingiz. Bundan mamnunmiz, xursandmiz. Siz sog'ligingizni ko'rib, yana ham xursand bo'ldik. Ismat aka, mana juda ham ko'pchilik insonlarga qiziq sizni holatingiz. Mana Max Herbal'da ichdingiz, natijalarga erishdingiz, yaxshi natijalarga. Bizni kuzatib turgan yurtdoshlarimizga ham shu holatingiz bo'yicha ozgina informatsiya bersangiz, ma'lumot bersangiz. Men nimaga borib, Toshkentga borib klinikaga yotdim. Klinikaga yotdim. Unda hech nima topolmadim. Shifo topolmadim. Keyin shu yerda ko'rib, sizlarning dorilaringizni reklamasini ko'rib, shu sizlarning dorilarini olib keldim. 2 oy men ichdim, shuni yaxshi bo'lib qoldim. Araga men Samarqandga bordim. Samarqandga borsam, Samarqandga meni ximikat dorilarini berdi, uni iste'mol qildim, juda ham yana mazam qochdi. Ya'ni ham yomonroq holatga keldim. Yomonroq ham holatga keldim. Hozir men yana sizlarning dorilaring imkoniyatim bo'lmadi borib olib kelishga. Hozirgi qo'llarimni yuvorib, shu sizlarning dorilarini yana olib kelib ishni boshladim. Hozir men ancha nima yaxshi. Yaxshi. Sizda tashxis demak jigar sirrozi tashxisi, virusli gepatit B bo'lgansiz. B. Endi bu uzoq yillik albatta kasallik. Bir kasallik tarixini o'qiganimda, endi o'sha ancha yillar oldin bu tashxis sizda bo'lgan, lekin bezovtalik bermagan. Oxirgi shu yil ichida nimagadir 2024 oxiri 25-yilda bezovtalik boshlangan. O'zi tekshiruvlarda shu sirroz tashxisi qo'yilgan ekan. Keyin endi kasallik tarixini o'rganib chiqdim. Sizda fermentlaringizda biroz muammolar bo'lgan, jigar fermentlari ozgina yuqori bo'lishni boshlagan. Juda ham ko'p dori-darmonlar olgan ekansiz, ukollar juda ham ko'p. Hattoki oqsil ukollargacha olgan ekansiz. Holatingizni mana ximikat dorilarni ham oldingiz, bu tabiiy giyohlarni ham ichdingiz. Qaysi birida ko'proq o'zingizni? Mana shu giyohlarni ichganimda sal holatim kelib, o'zimga sal nima bo'lib qoldim. Men Denovga ham yotdim, ximikat dorilarni berdi, yaxshi bo'lmadim. Oxiri shu sizlarning dorilarni olib ishni boshladim. Hozircha men yaxshiroq. Mana Ismat aka, juda ham ko'p mochigoniylar ichgan ekansiz, ya'ni sidik haydovchilar. Qorinda suyuqlikni yo'qotish uchun qilingan ekan o'sha muolajalar. Hozirgi kunda shunaqa ximikat dorilar ichasizmi? Hozir ichmayapman. Hech qanaqa ximikat yo'q, ichmayapman. Men faqat sizlarning dorilarni, giyohlarni ichib. Holatingiz demak a'lo darajada. A'lo. Hech kim sizni ko'rgan odam bu tashxisni, shunaqa tashxisi bor inson deb o'ylamaydi albatta, chunki holatingiz juda ham a'lo darajada, ko'rinishingiz yaxshi. Tekshiruvlarni ham yana ko'rib chiqdim, qayta tekshiruvlarni. Juda ham o'zgarishlar katta. Demak, buni Max Herbal'da 2 oy ichdingiz, o'rtada pereriv bo'ldi. Mahsulotni ola olmadingiz, pereriv bo'ldi. O'sha paytda yana holatingiz yomonlashdi. Yana holatim yomonlashdi. Shu dorilarni ancha ichmadim, ancha holatim yomonlashdi. 2 oy ichganingiz ichgan vaqt yaxshi bo'lib ketdi. Bozorlarga, ko'chalarga, hamma joyga bemalol yurib ketaman. Holsizlik, charchoq hammasi yo'qolgan. Yo'qolgan, yana o'rtada pereriv bo'lgan paytda yana shifoxonaga yana mazam qochdi. Juda ham ko'p plazmalar olgan ekansiz, oqsil ko'paytiruvchilar olgan ekansiz, lekin o'zingizni tanangizda holat yaxshi bo'lmagan ekan. Bo'lmagan, teppa-teppa. Shifoxonada, ikkita shifoxonada ketmayapti. Samarqanddan keyin yana Denovda. Denovda. Tushunarli. Hozir holsizlik, charchoq kamaydimi? Yana hozir boshlagandan keyin. Hozir sal kamaydi, sal. Oldinga nisbatan? Oldindan nisbatan sal kamayapti. Kamayapti. Juda ham yaxshi. Ismat aka, fermentlaringiz ham yaxshi hozirgi kunda. Tekshiruv xulosalarida juda ham a'lo natija. Jigar fermentlari sizda bir 6-7 barobar desa ham bo'ladi, ko'p bo'lgan. Hozirgi kunda normal holatga qaytgan. Jigar holati ham, razmeri yaxshigina kichraygan. Bu sizning yutug'ingiz. Demak, tabiiy giyohlar bilan ham bemalol jigar kasalliklarini davolash mumkin. Bo'lar ekan. Boshqalarga ham shu mahsulotni tavsiya qilasizmi? Tavsiya qilaman. Nojo'ya ta'sirlari bo'lmadimi sizda? Yo'q. Masalan, deylik, juda ham ko'pchilik insonlar qo'rqishadi mahsulotni olib ichishga. Aytish mumkin, nojo'ya ta'sirlari bo'ladimi? Allergiya holatlari chaqiradimi? Qanaqadir bir bo'lishi mumkin-ku, oshqozonni ortishi yoki qanaqadir deylik allergik holatlar bo'lishi mumkin. Unaqa holatlar kuzatilmadimi? Yo'q, men yaxshi kuzatilmadim. Nojo'ya ta'siri bo'lmagan. Yo'q, hech narsa yo'q. Juda ham yaxshi. Sizni ko'rganimdan xursandman. Natijalarni eshitib undan da xursand bo'ldim. Natijalar bardavom bo'lsin, Ismat aka. Boshqalarga ham mana shunday yaxshi natijalar tilab qolamiz. Sizlarga ming rahmat. Rahmat sizga ham. Xonadoningizga shunchalik mehmon qilib chaqirdingiz. Sizni holatingizni ko'rdik. O'zimizda yana ham ishonch paydo bo'ldi mahsulotga nisbatan. Bu bizga nima deydi? Kuch beradi. Mahsulotning natijasini ko'rish, mijozlarimizda ijobiy natijalarni ko'rish, albatta hatto shifokor uchun, mahsulotning ixtirochisi uchun bu ulkan baxt desa ham bo'ladi.
xursand bo'ldim ismat aka. Rahmat sizlarga. Rahmat.